Amerikadagi birinchi full-time, ya'ni to'liq ish joyimni topganimga 1,5 yilcha ham bo'ldi. O'tgan yili kuz faslida kompaniyam tomonidan to'langan 2 kunlik jamoaviy tadbirga bordim, ya'ni team building event. Bu eventda Nyu-Yorkdan Bostonga borishim kerak edi. Bu mening birinchi to'liq ish tajribam bo'lgani uchun nimani kutishni bilmasdim, lekin safar juda qiziqarli bo'ldi. 1 soat samolyotda uchganimdan keyin Boston ofisga yetib bordim. Mening komandam Amerikaning har xil shtatida joylashgan, ofislari har xil shtatlarda bor. Shuning uchun hammani faqat yilning bir kunida ko'rish mumkin. Ya'ni shu team building eventda. Bostonda biz Dock Tourga bordik. Eng qizig'i, bu avtobus nafaqat yerdan yuradi, balki suvda ham suzadi. Birinchi marta bunday narsani ko'rib hayratda qoldim. Dock Tour orqali biz Bostonning tarixiy va chiroyli joylarini ko'rdik. Amerikada 8 yoshimdan beri yashagan bo'lsam-da, Bostonga kelmagan ekanman, lekin bu joy menga juda ham yoqdi, juda ham chiroyli shahar ekan. Sayohatdan keyin jamoa bo'lib tushlik qildik. Amerikada ishlaganda shuni sezdimki, jamoa bilan vaqt o'tkazish va munosabatlarni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Tushlikdan keyin esa ofisga qaytib borib, jamoa bilan ishladik. Kechki ovqat uchun Xitoy restoraniga bordik. Afsuski, ko'p taomlari halol bo'lmagani uchun men ko'p narsani yeya olmadim, lekin baribir men uchun har xil xitoycha taomlarni ko'rish qiziq bo'ldi. Ertasi kuni soat 11 gacha ofisda ishladim. Keyin esa aeroportga borib, yana Nyu-Yorkka qaytdim. Amerikada ishlash bu nafaqat ish, balki rivojlanish va sayohat qilish imkoniyati ham. Va qaytib kelishimda turmush o'rtog'im aeroportda meni go'zal gullar bilan kutayotgan edilar. Siz ham Amerikada ishlashni xohlaysizmi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring.